Qariyarlarga qizim bermadi. Senikiga borib telefon qilib keladimi qizingiz? Ha. Skoriga, boshqaga. Ha. Mana shu birish ko'tat. Onlar 11larda borib xabar qiladi. 37-yil ekansiz, 90 yoshga kirasiz yaqinda, Xudo xolasa. Ingina chiqib ketgan. Ona ham oyoqlari, rentgen qog'ozlari, hammasi diagnozlari bor ekan. Qo'yaman degan. Yildan beri qaraysiz onangizga? 12 yil bo'ldi. Oyoqlarini ko'rdik. Pechenyelarni qanaqa kim qilib beryapti pechenyelarni, dori-darmonlarini? Momayin pensiya qilmaydi, ketmaydi. Dadamni yardım berganlar. Musulmonlar. Mening pensiyasi 9 ming oladi, dadamga ketmaydi. Ro'zg'orga qanaqa qilasizlar? Ro'zg'orga juda yetmasib qoladi. Unga bo'lsa mayana non-ponlarni o'zingiz yopasiz-a? Ha, xudo shukr. Unga zarb qilamiz. Unga zarb qilamiz, moyga zarb qilamiz. Iltimos sizlardan ro'zg'ordan kerak bo'lsa yordam berganingiz. Xudo xolasa yordam beramiz, harakat qilamiz. Hammamiz birgalashib. Assalomu alaykum. Yordam qilingizlar. Qo'limdan kelgan ishni qilaman, qishloqda ishlayman, ish yo'q. Sharoitni ko'rib turibsizlar, ish bola yo'q. Yordam beringizlar. Qo'limdan kelganini qilib ishlayman. Qishloqda Eshonboyda ishlayman. Ish chiqqanda chiqa bo'lmasa yo'q. Ishlayman, yuraman shu etib. Ko'rib turganingizdek, ahvol o'ta achinarli darajada. Er-xotin ishlamaydimi desanglar, unga ham gap topib bera olmayman. Aqllari zaif. Shunga qaramay onasiga qarab g'amxo'rlik qilishyapti. Iltimosimiz shuki, ehson qilishinglarni, yordam berishinglarni so'rab qolaman.